Hamidova, sessiyada birdan o'zgarib qolasiz-a? Sessiya payti sizga ko'proq sevib qolaman dey ustoz. Ko'proq kerak bo'lasiz deb qo'yavering. Ovora bo'lasiz. Xotinimga ham shunchaki qo'yib bermayman. Yaxshilab o'qib, kuchingiz bilan olasiz. Ulamasdan qilmasdan tez-tez bahosini qo'ydirib ber. Ham yerda bolang yig'lab yotibki, bolaga qarash kerak. Xo'p bo'ladi, oyijon. Nozik joydan ushlading-a, iloncha. O'ynashmagin arbob bilan. Voy, 6 ta ham bo'yim bor. Baho qo'yib berarmikinlar? 2 ta ham bermi qo'yib bermayaptilar-yu, 6 taga yo'l bo'lsin. Bo'ldi, 5 qo'ydilar, ketdik. Voy, yes. Zamdekanga tegsam bo'lmasmidi-ya? Birorta o'qimagan talabaga baho qo'ymang ustoz. Qayta kontrakt to'lab o'qisa, qadriga yetadi. Hamidovadan boshqa. Men seni ko'ryapman. Hamidovanikini yopib beramanmi, domla? Bo'lmasa men yopilib ketishi mumkin-da. Paddashga qilib yuboring ustoz. Nozik joydan aytilganda. Nozik joydan. Unda mayli, yopamiz. Yana qaysi fanning qoldi? Matematika. Seni mutaxassisligingda matematikaga baliq bormi? Iya, hamma fanlarni o'zingiz qo'yasiz-ku. U bilan kelisha olmayman. O'zing qo'ydirgin. Xo'p, mayli. Unda 4 barobar kreditga qoldirib yuboradi, hammasini o'zingiz to'laysiz. O'zingni tilingdan oslasan degani shu bo'lsa kerak. Bo'ldimi? Sessiya ham, jag'ing ham yopildimi? Faqat sifaningiz qoldi. Hamma hozir qo'ymayman. Nimaga? Shuncha yugurganimdan keyin men ham nimadirlik bo'lishim kerak-ku. Bir ikkita vazifa aytaman. Aytganlarimni qilasiz. Men ham bir maza qilib, undan keyin Chala uchonni leksiyangni uyda o'qiysan, bolani pampers to'lib ketdi, uyga jo'natib yubor tez-tez. Xo'p bo'ladi, oyijon. Yomon tankes kuchli-da, Hamidova. 70 mingdan bo'ldi, bolalar. Teng bo'laverdim hammaga. Bo'l, meniki shunday ichib olaver. Ha, sandachi? Da. Eshitaman. Shotni kim to'laydi? Doim jinim yo'qoladi, shunaqa shot kelganda. Voy, dalda o'ldirishdi bolalar, bambiyolam dalda. Tezroq kelinglar. Bu meniki-yu. Sanikimi? O'zimni deb o'ylayman. Sen olmading-ku. Karman bolalar, Karman keldi. Bolalar mashinani itarib yuboringlar. Ha, bo'ldi. Bo'pti. Jasur. Topchani tozalab oling. Keyin qilarding? Hozir. Bo'lim ketdingmi? Sizlardan 30 ming bo'pti akalar. Bo'ldi, bola 10 mingdan. Mana. Alo, G'ayrat aka. Pul berish kelganda nuqur telefon jiringlab qoladi-ya, shuni. Bola tezlashtiringlar, sho'shyapman. Ha, bo'ldi, hoz aka. G'ayrat aka engasi. Maza qilib o'tirdik-a. Men hojatga chiqib kelay bo'lmasa? Mana bitta chekib kelay. Aka shu 400 ming bo'ldi. Ha, bo'ldi, hozir bolalar kelib to'laydi. Ular sizni to'laydi ketishadi. Ha? Jinnini yoqish bashnaqa bo'ladi-da. Bola 23 ming turistim bo'ldi. Ha, bo'pti, 23 mingni 3 ga bo'laveramiz-da. Ming qaroqchil turistim katta qilib beradimi? 23 ming turistimni 3 ga bo'lamiz. 7800 ming tushar ekan. Ma, 8 ming zdachisi kerak emas. Men 200 so'm, menga ham zdachi kerak emas. Nima bo'ldi? Simdoshda o'sha turk restoranida yig'iladigan bo'ldikmi? Yo'q, o'tgan safar 218 ming tushadi-da. Undan ko'ra gumoxonada yig'ilik. Muhim diyor qaynamatku. Unaqa bo'lsa, mana shu gruppada video vizifda yig'ilib qo'ya qolaylik. O, kakaz rasxodsiz bo'lar-da. Ha, to'y bola, nashta sokizdan bitta quyinchi. Как раз muzdakkina zo'r ketadi. To'xta. Hozir bunga uchalamizdan teng pul berdik-ku, o'shaning uchun teng ishimiz kerak-da. Hop. Qara, 1 litr 1000 gram bo'lar ekan. 1000 gramni 3 ga bo'lsak 333 gramdan tushar ekan. Hozir 333 gramni qayerdan o'lchaysan? Menda gram o'lchaydigan stakan bor, o'zim sizlarga teng qo'yib beraman. Shu joyga qo'yil lekin. Jasur, Nima? sen bitta bo'lmagani 1 yilcha ishlasang kerak-a? Nima deganlaring bu? Ustimdan bunaqa kulmalaring. 6 oyga yetkazaman. Rostdanmi? Ya biz prosta hazillashuvdik lekin. Bolalar konfort chaqiryapman, 10 ming razza qilyapti. Shunaqa qilaylik, muzdakina konditsionerda ketaylik. Yo'q, arzondan chaqiravering-la, o'zi taksiga ketamiz deganlarga zo'ra ko'ndim. O'sha avtobus ham ketaverardi. Bo'pti. Sani gapiga kirib tarab pishib ketdi odam. Hazrata, umid tejab qoldik-ku. Tejayman deb o'lib ketay. Sizdan 300 ming bo'ldi. Voy, pulim kamroq qolibdi-da. Keyinroq berib ketsam bo'ladimi? Mayli, chiroyli qizlar keyin berib ketaman desa yo'tamaymiz-ku. Rahmat. Ismingiz bilan nomeringizni aytsangiz yozib qo'yaman, xo'p? Ismim Barchin. Hozir uchgan topib olaydi. Mana ruchka. Men seni ko'ryapman. Nomerimni ham ayting. Yo'q, nomeri shart emas ekan. Zaynab pulini ko'rmadingmi? Ma'lumdim. Nima so'ramasdan olasan? Voy, barchinga berib yubormang dedim-da. Keyinroq qaytarsam bo'ladimi? Kerak emas, kechdim. Ishqilib barchinga bergan pulingizdan ham kechib yubormaysizmi? Bor yo'g'i bu yengil shamol. Nimaga telefonni ko'tarmaydi-ya bu? Ne asabilashyapsiz? Bitta klienti berari bor edi, ko'tarmayapti-da. Barcha emasmi mabodo?
Yo, alpomishida nima edi? Siz erkaklarga ham qarz berasizmi? Men faqat barchalarga berasiz o'ylardim. Tilingni chiqarib bitta shapatilab yuborgin. Barchani shapatlab borsam bo'lmaydimi? Yo'q hali. Dadasi kechiring. Nimaga? Oshirib yubordimda. Nahotki? O'sha kuni xalaqit berdim. Menda barcha nomerni ola olmadingiz-da. Zaynab! Mana. Uzr, kech qoldim. Mayli, hech qisi yo'q. Yana nasiyaga berib turasizmi? Men seni ko'ryapman. Yo'q, endi sizga nasiyaga bera olmaymiz. Nimaga? Bersam xotin qoqadi. Mazgimni. Unashtirilganimizga 1 yil bo'ldi. Jasur aka, o'zi to'y qilish niyatingiz bormi? Ko'rib tursan, hozir sal ishlarim yurishmay turibdi. Ozgina yana yig'ib olay, xudo xolasa bo'ladi. Men kutishga kutaveraman, lekin odamlar agar shu oyda to'y bo'lmasa, to'yni qaytaramiz deyaptilar. To'y qilishga puling yo'q ekan. Nima qilasan bitta qizni yo'lini to'sib? Ko'rpangga qarab oyoq uzatsang bo'lmaydimi? Hozir kimda ortiqcha pul bor senga berishga? Dadang tirik bo'lganlarida balki bular qiyinchilik ko'rmasmidik bolam. Qo'ying, onasiz ham battar yuragim siqmang. Nasib bo'lganida. Menga nima deysan? Men sharoitim bo'lganda allaqachon to'y qilardim. Kichkina qilaylik desam, uyingdagilar o'ynamayapti-yu. Qaytarsa. Tinchlikmi o'rtoq? Da, tinchlik. Ey, kuyov bola, to'y qachon? Bo'ladiganmi o'zi? Ha, bo'p qolar. Kelayotgan oyda 15 ta to'y eshitmadingmi? Rostdan. Men aytmadi-ku. O'zim men eshitmayman, qayerdan? Yo, men behazda aytyapman, Jasur. Rostdan Jasur, to'yxonani gaplashib qo'ydim. Mendan senga to'yona og'ayni. Unaqa bo'lsa, kortejini o'zim ko'taraman, o'rtoq. Videochilar bilan san'atkorlar mendan. Hormanglar bolalar. Mana Javohir ham keldi. Suvlaringni mana shu Javohir ko'taraman deyapti. Как раз mana shu Nassat firmasida ishlaydi, to'g'rimi Javohir? Ha, bilasizlar, yaxshi ishdan qochish yo'q, mazami. Rahmat bolalar. Boringlarga shukr. Onasi pul yubordim, oldinglarmi? Ha, oldik. Qarzlarning yarmini yopdik. Endi qolganiga ertaga singiz sarpasini qilib chiqamiz. Ha, yaxshi. Anu, o'zingiz qachon kelasiz? To'yga boraman, xudo xolasa. Kichkinangizni tug'ilganini ko'rolmagandingiz. Birinchi qadamni ko'rar ekansiz-da. Ha, uka so'rayaptilar. Aha, berchi. Assalomu aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Student nima gap? Aka, to'ydan keyin siz bilan birga ketib ishlasam demoqchi edim. O'qishingchi? Hozir kontraktlar ko'tarilib ketdi. Hali yana 2 yil to'lash kerak. Ota-onamiz o'tgandan keyin hamma narsa bir o'ziga qolib ketdi. O'shaning uchun sizga yordamlashsam demoqchi edim aka. Sen unaqa gaplaringni yig'ishtirgin uka. Ota-onamiz rahmatli, hech bo'lmasa seni o'qishingni juda ham xohlaganlar. Ertaga xudo xolasa kontragtingga pul chiqaraboraman. Sen o'sha yerda yaxshi o'qib, yaxshi joylarda ishlasang, menga qilgan eng katta yordaming mana shu bo'ladi uka. Rahmat aka. Bo'pti, singlim o'sha yerdami? Hozir. Barcha. Allo, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, singlim yaxshimisan? Kenangga tushuntirdim. Ertaga bozorga tushib, sarpangni qilib chiqinglar. O'zingga yoqqan narsangni olgin, xo'p? Xo'p, rahmat aka. To'yimga aniq kelasiz, ha? Ha, albatta boraman, xudo xolasa. Kutaman aka. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, a? Horma Ochilbek. Javob so'radingmi, nima bo'ldi? Xullas gaplashdim. Ketsang o'rningga odam tayyor ekan. O'zi bilasan, dokument qilish ham qiyin bo'lib ketgan. Qaytib kelsang bo'sh ish bo'lmasa kerak. Takshito ketishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'r. Kelaman degandingiz-ku aka. Endi nasibda. Shunaqasi ham bo'lar ekan, singlim. Men to'yingga bora olmasam ham sizlarni duo qilaman. Xudo xolasa baxtli bo'lasan, singlim. Men sizni kutdim aka. Bo'pti, meni chaqirib qolishdi. Rizqimiz shu yoqda ekanda.